Mamlakatimizda 2026-yil 15-yanvardan 28-fevralgacha aholini va qishloq xo'jaligi xatlov ishlari tadbirlarini amalga oshirish belgilangan. Ushbu tadbirlarni amalga oshirishdan asosiy maqsadimiz mamlakatimizdagi aholi yoshini, ularning millatini, daromadini, migratsiya jarayonlarini va O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining strategik rejalashtirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ro'yxatga olish orqali 38 million aholining yoshi, oilaviy holati, ta'lim darajasi, migratsiya jarayonlari, ish bilan bandligi va daromad manbalari haqida yagona ma'lumotlar bazasi shakllantiriladi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligida yerdan foydalanishda chorvachilik va parrandachilik ko'rsatkichlari aniqlanadi. Tadbir 2 bosqichda amalga oshirish ko'zda tutilgan. Avval 17 kun davomida fuqarolarni o'z ixtiyorlari bilan sensus.stat.uz portali orqali ona aydi tizimida yoki jismoniy shaxslarning shaxsiy identifikatsiya raqamlari yordamida ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Keyingi bosqichda esa mahalla yetkaziligi tomonidan uyma yurish orqali xatlov ishlarini amalga oshirish ko'zda tutilgan. Hozirda joylarda tayyorgarlik ishlari izchil amalga oshirib borilmoqda. Yaqinda Mirishkor tumanida ham mahalla yetkaziligi a'zolari tomonidan 2 kunlik o'quv seminarlari o'tkazildi. Ushbu seminarlar davomida mahalla a'zolarini har birini o'sha planshetlar bilan ta'minlab, o'sha planshetlar orqali qanday tarzda xatlov o'tkazish mumkinligi to'g'risida o'quv seminarlarida tushuntirildi, batafsil tushuntirildi. Yig'ilgan ma'lumotlarni hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, ayollar va bolalar salomatligini yaxshilash va oilalarga yordam ko'rsatishlar uchun dasturlar asosiy manba bo'ladi. Bundan tashqari aholi va qishloq xo'jaligini ro'yxatga olish natijalari milliy barqarorlik rivojlanish maqsadlarini baholash, xalqaro reytinglarda mamlakatimizning o'rnini yuksaltirish, xorijiy investorlarni jalb qilish va turizm salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi deb ishonch bildiraman.